quyosh panel o'rnatmoqchi bo'lgan tadbirkor, biznesmen, katta korxonalar borlarga nima takliflar bor Otabek aka? Abdumalik aka, biza katta biznesmen tadbirkorlarga hozir zo'r taklif tayyorlaganmiz. Ya'ni hamma komplektni biza yig'ib beramiz. Ular yurishmaydi. Masalan, ko'chadan ustanovshika o'rnattiraman yoki boshqa bir kompaniyadan o'rnataman deydigan bo'lsa, ularga qimmat chiqib ketadi. Kompaniyaning byudjetiga minus olib kelishi mumkin. Biza hozir shu narsani tashkil qilib beramizki, bizadan quyosh stansiyasiga kerak bo'ladigan hamma mahsulotni biza o'zimiz yig'ib beramiz. Qancha quyosh paneli ketadi, necha kilovat o'rnatish kerak, loyihalarigacha biz chizib beramiz. Eng zo'ri 100 kilovatdan yuqori qo'yadigan tadbirkorlarga bu juda ham qulay, sababi ular 100 million so'mgacha ekonom qolishi mumkin. Aytaylik 100 kilovat o'rnatmoqchi bo'lsa, ko'chada bu примерно 1 kilovat 4,5 million so'mdan. Bu degani 100 kilovat 450 million so'm. Bizadan sotib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, biz hammasini tashkil qilib beramiz. Bizada 300 million, 310 million atrofida kelib chiqadi. 100 million yutilyapti. Ha, 100 milliondan ortiq. Endi ustanovkasi bor-ku, uni nima qilamiz deydigan bo'lsa, biza ustanovkasini ham 100 kilovatdan yuqori bo'lgan mijozlarga topib beramiz. O'ziga kelishib o'rnatishi mumkin. Ularning narxi hozirgi kunda bozorda 200 mingdan 400 ming so'm atrofida. Endi 100 kilovatga 200 ming so'mdan kelishadigan bo'lsa, bu 20 million so'm atrofida bo'ladi. Shunda 310 millionga bizadan olishadigan bo'lsa, 20 millionga ustanovka qo'ydirishadigan bo'lsa, 330 millionga tushadi. Endi o'zingiz ko'rib turibsiz, 450 milliondan qancha ekonom qilishyapti? 120 million. 120 million, 110 million so'm yonida qoladi bu pul. To'g'ri. Bularda yaxshi tomoni hozir Otabek akaning gapini bo'ldim, do'stlar, ya'ni narx arzon, sifat nihoyatda yuqori bo'ladi. Xuddi shunaqa. Biza kafolat beramiz barcha materiallarimizga. To'g'ri, u usta o'rnatib ketishi mumkin, lekin kafolat bizada qoladi. Faqatgina bu yerda ular qilish kerak bo'lgan ish ustanovkachi bilan o'ziga kelishtirib o'rnatishsa bo'ldi. Qolgan hamma narsasini biz o'zimiz yig'ib, konstruksiyalarni yig'ib tayyorlab beramiz. Chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa. Do'stlar, undan tashqari olib sotib foydalanmoqchi bo'lsalar yoki boshqa narsa qilmoqchi bo'lsalar, aloqaga chiqsalar, albatta arzon narxlarda qilib berishadi. Hozirgi kunda mana Edgeway Solar bo'ladi, ya'ni dunyo tanigan quyosh panellari bilan bemalol konkurent qilinadi. Narxiga keladigan bo'lsak, bir vatn narxi 12,5 sentdan bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirdik. Biz turgan joy Toshkent Get Green quyosh panellar optim bazasida turibmiz. Quyosh panelga nima narsa zarur bo'lsa, eng original, toza, sifati yuqori, narxi arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasiz. Otabek aka, e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat.